To'xta, oddiy tilamchi emas bu. Bunga tishim o'tmaydi. Xo'jayin, hozir haydaveraman. Hozir ko'rasiz. Turay. Bu xususiy hudud. Ha, men ketadigan joyda emas, o'zim uyimda o'tiribman, ko'chada. Sandakilar juda ko'pini ko'rganman. Tur. Men ham sizga o'xshaganlarni ko'pini ko'rganman. Siz faqat buyruq olasiz, lekin o'zingizni shaxsiy fikringizga ega emassiz. Menga qarang. Nima deyapsan? Tan oling. Odamlarni haydaysiz, lekin o'zligingizdan qochasiz. To'g'ri, sen hozir meni haydamoqchisan. Lekin o'zing qayerga ketayotganingni bilasanmi? Yo, uni ham xo'jayining hal qiladimi? Bilasanmi? Men har doim yolg'iz yuraman. Chunki odamlar ko'p, lekin ishonch yo'q. Ko'zlar bor, ko'rmoq yo'q. Quloqlar bor, lekin eshitadigan odam yo'q. Og'ayni, agar iloji bo'lsa, jasadimni ham o'zim ko'mgan bo'lardim. Chunki janozamga kelgan odamlar men haqimda emas, oyoq kiyimi haqida qayg'uradi. Oyog'im loy bo'lib qolmadimikin deb qayg'uradi. Go'yo ular hayot mobaynida toza yo'ldan yurgan.